sizlar bilan Juha Craft. Bugungi videomizda sizlar bilan roza tutamiz. Hozir meni og'zim yopilgan. Agar men mana shu vaqtimizgacha, og'iz ochar vaqtimizgacha men ovqat yemay yurishim kerak. Mana bu go'shtni ko'ryapsizlar. Bular hozir to'la ovqat yemaganman, saharlikda yegandim. Ana endi biza sizlar bilan roza tutamiz. Qani let's go do'stlar. Mana meni basharam. Sizlarga o'zim hozir ko'rsataman. Do'stlar, mana boshlab oldik. Ana endi sizlar bilan birinchi bo'lib bitta nimaga ovoz eshitilyapti? Kichkina so'zbicha o'zida ketib qolibdi va cho'ta o'zi yonib bo'ldi. Do'stlar, hozir 1 minut do'stlar bo'ldi. Ana endi biza kechqurungacha ovqatni qo'limda ovqat tutib oldim. Ovqatni go'shtda. Do'stlar, mana bu agar sizlar meni shortlarimni ko'rgan bo'lsangizlar, kunlik survival deganman. O'shanda buqatimni ko'rgansizlar, bu roza 100 kunlik survival buyutlarni ularni o'zim qishloqlardan sotib oldim. Albatta qishloqlardan sotib oldim bo'ldi. Sizlar menga obuna bo'lsangizlar, mana shu roza tutganimni ikkinchi qismi chiqaraman. Albatta u ikkinchi qismida men roza tutmayman. Albatta maxluqlarni qurbon qildiraman. Har bir zombilarni o'zim o'ldiraman. Mana shu qurollari bilan. Xohlagan bir qurolingiz bilan do'stlar. Bu nima deysizlar, bu otkich bu. Tuzoq bu. Mana buni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana. O'shani ustiga ay ana. Ko'rdingizmi do'stlar? Hozir men o't qolishni boshlayapman, lekin yugurmaslik kerak. Siqilish katta. Kim oldu? Qo'y oldu. Mana shu tovuqni ham tushiramiz. Voy do'stlar, bunga qarang. Mana bu o'tganida buning o'qi borib men bunga tegibdi. Voy! Ağrıdı. Mana shuni o'ldirishimiz kerak. Vaqti bo'lyapti. O'lib qoldi birovlarda. Voy, mana bu nurlarga qarang do'stlar. Do'stlar, bu qanday niqob desangiz, u o'g'rilik niqobi. Men bularni qishloqlarni uyini tunash uchun olganman. Maza qilib keyin qishloqlarni uyida tunaganman. Men tunaganman. Hozir bularni hammasini kanalimga o'tib, Telegram kanalimga o'tib, mana shu aslahalar modini olishingiz mumkin. Telegram kanalimga Juha Craft deb chiqaman.
bilseniz bo'lardi. Va bunda mazza qilib haydab yurasiz. Ana endi biz nima qilamiz? Mazza qilib yordamiz. Hozir yo'q. Do'stlar, bu yerdagi yotoqlar qayerga ketdi desangizlar, ular mening sandiqlarimda. Hozir sizlar video uxlab yotganimda ular sizlar uni ko'rmadingizlar. Men bu yotoqlarni sindirib, o'rniga mana o'tiradigan qo'ydim. Va hozir Do'stlar, bu oyunni bitirishga ko'p vaqt ketadi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Mana men Jo'xa Craft bo'ldim sizlar bilan. Hozir mana basharam. Sizlar bilan Jo'xa Craft bo'ldim. Xayr do'stlar, ikinci qismin chiqishini xohlasangiz, mana shu videoning tagida 888 ta like yig'ilsa, men sizlarga mana shu videoni ikinci qismini chiqaraman. Xayr!